Nima uchun shamollagan paytda ko'proq suyuqlik ichish kerak? Virusli infeksiyada organizmda intoksikatsiya, ya'ni zaharlanish bo'ladi. Virusning eliminatsiyasini tezlashtirish va qondagi titrni kamaytirish uchun ko'proq suyuqlik, ya'ni qaynoq suv ichish kerak bo'ladi. Shunday ekan, qancha ko'p suv ichsak, virus organizmdan shunchalik tez chiqib ketadi. Kasal bo'lgan paytda kuniga eng kamida 3 litrgacha suyuqlik ichish kerak. Suyuqlik sifatida nimalar ichish mumkin? Quruq mevalardan qilingan kompot, limonli choy, namatak damlamasi, malina murabbosi qo'shilgan choy, moychechak damlamasi kabilarni ichishimiz mumkin. Nima uchun shamollagan paytda ko'proq suyuqlik ichish kerak? Virusli infeksiyada organizmda intoksikatsiya, ya'ni zaharlanish bo'ladi. Virusning eliminatsiyasini tezlashtirish va qondagi titrni kamaytirish uchun ko'proq suyuqlik, ya'ni qaynoq suv ichish kerak bo'ladi. Shunday ekan, qancha ko'p suv ichsak, virus organizmdan shunchalik tez chiqib ketadi. Kasal bo'lgan paytda kuniga eng kamida 3 litrgacha suyuqlik ichish kerak. Suyuqlik sifatida nimalar ichish mumkin? Quruq mevalardan qilingan kompot, limonli choy, namatak damlamasi, malina murabbosi qo'shilgan choy, moychechak damlamasi kabilarni ichishimiz mumkin.